Ruhiy ozuqa yo'q. Shahvatingizni tiya olmaysiz haromdan. Baxtsizsiz. Nima qidiryapsiz? Eng insonni moddiy jihatdan kamolotga erishgan davri bugungi davr o'zi. Butun insoniyat miqyosida oladigan bo'lsak ham, insonlarning eng boyigan davri, imkoniyatlari ko'paygan davri shu davr. Shu asr. Texnika, texnologiya cho'qqisiga chiqqan. Bundan oldin unaqa bo'lmagan. Va shu bilan birga eng baxtsiz odamlar o'zini baxtsiz deb his qiladigan davr ham shu davr. Mantiqan o'ylasangiz, u aksincha bo'lish kerak edi. Qancha imkoniyatlar yaxshilansa, sharoitlar yaxshilansa, odam shuncha baxtli bo'lish kerak edi. Ishlatayotgan narsalarimiz, telefonlar masalasi, taksilar masalasi, uyimizdagi sharoitlar masalasi, uyimizdagi için alohida muhokama qilishimiz mumkin-da. Lekin shunday bo'lsa ham, inson eng o'zini baxtsiz his qiladigan davr shu. Nima bilan bog'liq bu? Jetdan aniq bo'ladi, jetdan ayon bo'ladiki, baxt tushunchasi, bu baxt masalasi bu moddiyat bilan bog'liq emas bu. Bu baxt masalasi bu ruhiyat bilan bog'liq. Nega unda biz ruhiyatimiz bilan to'ymayapti? Chunki ruhiy tarbiya yo'q, ruhiy ozuqa yo'q. Shu ruhiy tarbiya, ruhiy ozuqalarga taalluqli bo'lgan masalalardan bittasi bu qanoat. Boriga rozi bo'lish, qismatga rozi bo'lish yoki bor narsani qadriga yetish, uni shukrini qilish. Bular ruhiy tarbiyaga taalluqli bo'lgan narsalar. Qanoat bo'lmasa, dunyoni egasi bo'lsa ham siz ochsiz. Qanoat bo'lmasa, dunyoni eng husni jamoliga uylansangiz ham shahvatingizni tiya olmaysiz haromdan. Qanoat bo'lmasa, dunyoni eng lazzatli ovqatlarini yesangiz ham ishtahingiz bosilmaydi. Qanoat bo'lmasa, xullas hech nima yo'q. Eng chiroyli, eng qimmat brendlarda kiying, mining, yashang. Lekin sizda qanoat bo'lmasa, siz yana nimadir o'ziga yetishmagandek his qilib yuraverasiz. Xuddi shu insonga baxtsizlik hissini beradi. Baxtsizsiz. Nima qidiryapsiz? Aslida yerda u qayerda edi? Tashqaridan qidiryapsiz. Aslida tashqarida emas u, ichkarida u. Biz bu yerda moddiyatni umuman nazardan chetda qoldirmaymiz, lekin baxt beradigan narsa emas demoqchiman. Baxt beradigan narsa ruhaniyat bilan taalluqli narsalar. Eng yaxshi muomalani ko'rsam baxtsiz bo'laverasiz. Bundan yaxshisi ham bor. Men bundan yaxshisiga haqliroqman. Falonchi mendan ko'ra yaxshiroq yashayapti deb qaraversangiz tashqariga, uyingizdagi baxtni his qilmay yuraverasiz. O'shaning uchun katta qoida shuki, siz dunyo borasida o'zingizdan pastlarga qarang. Dunyo borasida hech qachon o'zingizdan tepaga qaramang. Ya'ni sizda uyingiz bormi? Eskiroqmi? Yaxshiroq, chiroyliroq uyda ko'rsangiz, bu uyingiz o'ziga yoqmaydi. Lekin sizdan ko'ra xarobaroq uyga qarasangiz, shukronaligingiz, qanoatingiz ziyoda bo'ladi. Xudoga shukr, men uyim yaxshi.